Mana asalarining uyasi kim uyasi bilan yeyishni yaxshi ko'rsa, hozir ochib ko'rsataman ichlarini. Mana ko'rishingiz mumkin. Hali svejiy, toza turibdi. Buni har doim 22 gradusda bir xil haroratda bitta xonada ushlaymiz. Bu zavtraqlarga juda ham zo'r narsa. Mana ko'pchilik ichini so'radi. Qanaqa ekan deb. Hozir ichini ko'rsatamiz. İchlarini ko'rsataman. Tiniqligini. Hozir bahor oyi kelyapti. Bahorda ko'pchilikda immuniteti tushib ketadi. Immunitet ko'tarishga juda ham zo'r narsa. Chunki bu asalarini, propolisi bormi, gulchangi bormi, hamma narsasi bitta inida jamlangan bo'ladi. Shuning uchun ini bilan yeganda immunitet juda ham bomba darajada ko'tarilib ketadi. Bu asalimizni ramkasi bilan, uyasi bilan kim yeyishni yaxshi ko'rsa, zakaz qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bepul.